Bugungi mavzuyimiz bu ko'krak asosdan erkin asos chiqazish bo'ladi qizlar. Bizga bunga nima kerak bo'ladi? Oldi asos va orqa asos chizib olgan asoslarimiz kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz bu asoslarda aynan bel chiziqlarini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Mana orqa tomoniga va oldi tomoniga rassechka qo'yib olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bu aynan vitichka chuqurligini o'lchab chiqamiz. Mana o'lchaganimizda mani asosimda 3 sm chiqdi. Shu 3 sm ni men bu yerga yozib qo'yaman. Keyingi qiladigan ishim bu bel chizig'imda, mana bel chizig'im bor-ku, shuni men bu tarafimni hozir kesib chiqaman. Mana kesib oldim. Hozir bu menga kerak emas. Bu detal bilan ishlaymiz. Bu detalimizni men bu ko'krak vitichkani biz yopamiz qizlar. Mana yopib oldim mana. Endi nima qilaman? Endi men shu vitichkam mani yon anaqa o'rta vitichkamga ko'chdim. Mana ko'ryapsizlarmi? Men bu vitichka kengaydi. Shuni men hozir o'lchab olishim kerak bo'ladi. Necha santimetrligini, mana 8 cm ekan. O'sha santimetrlarni men bu yerga yozib qo'yaman. Mana 8 cm qilaman. Keyingi qiladigan ishim bu mel bilan, hozir mana mel bilan chizib chiqaman. Mana shu oldi o'yindimizga pribavka qo'ymaymiz. Yelka qismiga 1,5 cm joy qoldiramiz chok haqqi uchun. Proyma chuqurligiga chok haqqi qo'ymaymiz va yon choklar uchun ham chok haqqi qo'ymaymiz. Mana qizlar. Xo'p, keyingi qiladigan ishim 8 cm dan men bu 3 cm ni men ayirib tashlashim kerak bo'ladi. 8 cm dan 3 cm ni men ayirib tashlasam, menda 5 cm qolyapti, to'g'rimi? Shu 5 cm ni mana bu nuqtadan men ayirib tashlayman. Mana chizib oldim 5 cm deb. Endi qiladigan ishim, men bu tepadagi nuqta bilan men bu nuqtani birlashtirib chiqaman qizlar. Mana birlashtirib chiqdim. Mana bu qism menga kerak emas endi. Bu kesib tashlanadigan joyi bo'ladi. Endi orqa qismini olaman, orqa asos andazamni olaman. Bu endi hozir menda oldi bel chizig'im, to'g'rimi? Endi orqa bel chizig'ini rassechka qo'ygan joyimni rassechkaga qo'yaman-da. Men bu tarafini ham mana birlashtirib chiqaman. Mana qaranglar, manaqa turmaydi-da. Mana to'g'ri qo'yib qo'yaman-da, rassechka ustida, men bu chokka ustida turishi kerak bo'ladi. Mana. Ana endi buksani ham chizib olaman. Men bu menda oldi tarafim buksa chizig'i bo'lyapti shunda. Chizib olganimdan keyin, mana hozir men mana sizlarga srazu tushuntirib o'tmoqchiman. Mana qarasanglar, men shunda qo'yganimda orqa tomonim oldi tomonimdan men bu yog'i farq qilyapti. Oldi tomonimda 1 cm uzunroq bo'lyapti. Bu nimaga unaqa bo'lib chiqdi? O'tgan darsda men tushuntirdimki, erkin asosda biz minusga hisoblaymiz, to'g'rimi? Oddiy asosga plus, erkin asosda nabarotiga minus qilamiz. Shuni evaziga mana hozir mana shu joy bizda rol o'ynayapti. O'shaning uchun hozir mana oldi qismimizni hozir men bu yerda chizayotganimizda 1 cm bo'lsa, necha chiqqan bo'lsa, orqa tomonni bichganimizda ham mana bunaqa bichamiz-ku, orqa tomonni alohida qilib. Mana bu yerda ham 1 cm ko'tarib beramiz qizlar. Mana shu usulda bichamiz. Hozir mana meni erkin asosim tayyor bo'ldi. Juda ham oson. Bu asos bilan nafaqat katta razmerlarni bichish mumkin. Mana hozir meni andazam 44-razmer. Mana 44-razmerda ham, 42-razmerda ham bu ishni qilsanglar bo'ladi. Bu erkin asosdan modelирование qilmaymiz. Qizlarjonlar noto'g'ri chiqadi. Bu faqat mana, например, bez vitichka tikmoqchi bo'lsak, kengaytirmoqchi bo'lsak, qanaqangidir lapsha sifat, jersey sifat materiallar bo'ladi-ku, o'shanaqa materiallardan vitichkasiz tikaman desangiz, mana shu usul bilan foydalanasiz. Mana bu bizda mabitdan kengaytirishni xohlasanglar kengaytirasizlar, xohlasanglar beldan kengaytirasizlar, xohlagan fasoninglarni kengaytirishni qila olasizlar qizlarjonlar.